Kecha bitta aqli kalta bittasi chiqib gapiryapti. Uni hamma yo'da ommalashib ketib qoldi. Ko'rdinglarmi? Erga tekkandan keyin tug' desa tug'mayman deylar deb xotinlar gap o'rgatyapti ana. Eringiz bitta ish aytsa qilmayman deylar deydi. Ana o'shanda sizlar koroleva bo'lasizlarmish. Er nazardan qolsa Xudoni nazardan qoladi-ku. Mana shu ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi aqllilar bor-ku, xotinlarni izdan chiqarib yuboryapti. Ijtimoiy tarmoqdagi hayot emas u. Men har doim misol keltiraman-da, men o'zimizga yaqinlarimizni, ayollardan ham shunaqa muammolar kelib chiqib qoldi. Hatto ajrimga kelib qoldi. Yarashir ekanda aytdim: "Ey kelin, qorningiz butmi? Ha, but. Ustingiz butmi? But. Bolalaringiz bog'chaga boryaptimi? Boryapti. Qozoningizda har kun ovqat qaynayaptimi? Qaynayapti. Allohga shukr qiling." Bu kimgadir orzu bu ishlar. U ijtimoiy tarmoqdagi har kun gul ko'tarib keladi degan safsatalarga ishonmang. Har kuni erini u yoqqa bu yoqqa aylantirib olib chiqyapti degan ayollarga ishonmang. Nimaga qoraga deydi? Bitta sabab bor dedi. Ko'r, ya'ni hayotiy ko'rda u. Dunyoni zulmat bo'lishini xohlaydi. O'zini hayoti yo'q uni. $1000 telefon tutgan bilan, $500 abaya kiygan bilan, betiga shpakilovkan zo'rin surgan bilan u baxtli bo'lib qolmaydi u. Er shuni og'zini eshitmay deb yopib qo'ygan bilan u baxtli bo'lib qolmaydi. Er uni xotinni ko'rganda ko'zi quvnasin uni. Uni ovozini eshitmay deb unga muomala qilmasin. Uni ovozini eshitsa deb muomala qilsin. Har bitta xatti-harakatdan rozi bo'lsin. Mehr degan narsa bor u. U puldan qimmat turadi-da u. Hayvonning hayotdan farqi yo'q ba'zilarining hayoti. Lekin ijtimoiy tarmoqda juda go'zal ko'rsatyapti hayot. Natijada sog'lom oila buzilib ketyapti-da. Sog'lom oila buzilib